o'zaro aloqador shaxslar yoki tashqi savdo ishtirokchilari o'rtasida shakllangan va mustaqil shaxslar o'rtasidagi bitimlarda tuzilayotgandan xolis tarzda shakllangan narxdan farq qiladigan narx transfer narx deb tushuniladi. Agar shaxslar o'rtasidagi munosabatlar ushbu shaxslar tuzadigan bitimlarning shartlariga ta'sir ko'rsatsa, bunday shaxslar o'zaro bog'liq bo'lgan shaxslar deb e'tirof etiladi. Soliq kodeksining 37-moddasida o'zaro aloqador shaxslar toifasi belgilab berilgan. Misol uchun, o'zaro aloqador shaxslar jumlasiga yuridik shaxsni 20% dan ortiq ulush bilan tashkil etgan ta'sischilar, 20% dan ortiq ulush bilan tashkil etilgan sho'ba korxonalari, yagona ta'sischi tomonidan 20% dan ortiq ulush bilan tashkil etilgan bir nechta sho'ba korxonalari kiradi. O'zaro aloqador shaxslar bilan tuzilgan bitimlar Soliq kodeksining 180-moddasida belgilangan talablarga javob bersa, nazorat qilinadigan bitimlar deb topiladi. Soliq to'lovchida nazorat qilinadigan bitimlar paydo bo'lsa, ular tuzilganligi to'g'risida soliq organlarini xabardor qiladi. Bunday xabarnomalar May3 Soliq.uz portali orqali yillik moliyaviy hisobotni taqdim etish muddatidan kechiktirmay jo'natiladi. Soliq to'lovchi tomonidan nazorat qilinadigan bitimlar tuzilganda, bitimning tijorat va moliyaviy shartlari hamda uning natijalari mustaqil shaxslar o'rtasida tuziladigan bitimlarning tijorat va moliyaviy shartlari hamda ularning natijalari bilan taqqoslanadi. Taqqoslash maqsadida soliq to'lovchi quyidagi 5 ta usullardan birini bitim shartlaridan kelib chiqqan holda tanlaydi. Birinchisi taqqoslanadigan bozor narxlarining usuli. Ikkinchisi keyingi realizatsiya qilish narxi usuli. Uchinchisi xarajat usuli. To'rtinchisi taqqoslanadigan rentabillik usuli va foydani taqsimlash usulidan. Taqqoslash natijalariga ko'ra transfer narxining belgilanishi bir yoki bir nechta soliqlarning summalari kamayishiga olib kelsa, soliq nazorati choralari qo'llanishidan oldin soliq to'lovchi mustaqil ravishda soliqlarning summasiga tuzatish kiritishga haqlidir. Bunday tuzatish kiritish soliq davrini o'z ichiga oluvchi kalendar yil o'tgach amalga oshiriladi. Shuningdek, yirik soliq to'lovchilar va soliq organi o'rtasida soliq solish maqsadlarida narxni belgilash to'g'risidagi bitim ham tuzilishi mumkin. Narxni belgilash to'g'risidagi bitimning maqsadi soliq to'lovchi tomonidan tuziladigan bitimlarda narxlarni aniqlash yoki narxlarni belgilash usullarini qo'llash tartibini soliq organi bilan kelishib olishdan iboratdir. Narxni belgilash to'g'risidagi bitimning tuzilishi transfer narxni belgilashda soliq nazorati davomida qo'llanishi mumkin bo'lgan to'lanmagan soliq summasining 40% miqdorida jarimalar solishidan ozod qiladi. 2024-yil yakuniga ko'ra 280 ta yirik soliq to'lovchilarda o'zaro aloqador shaxslar bilan tuzilgan qiymati 70 trillion so'mlik bitimlar mavjudligi tahlil qilindi. Shunday nazorat qilinadigan bitimlar tuzgan soliq to'lovchilardan quyidagilarni amalga oshirish talab qilinadi. Birinchidan, nazorat qilinadigan bitimlar to'g'risida soliq organiga xabarnoma jo'natish. Ikkinchidan, nazorat qilinadigan bitimlar shartlari va natijalarini mustaqil shaxslar o'rtasida tuzilgan bitim shartlari va natijalari bilan taqqoslash. Uchinchidan, taqqoslash natijasida soliqlarning kamaytirish holatlari aniqlansa, soliq bazasiga ixtiyoriy tuzatish kiritish. Shuningdek, soliq to'lovchi ixtiyoriga ko'ra narxni belgilash to'g'risida soliq organi bilan bitim ham tuzish mumkin. Yuqoridagilarni amalga oshirgan korxonalarda transfer narxni belgilashda soliq nazorati o'tkazishi xavfi kamayadi.